Assalomu alaykum do'stlar. Siz VK Mobile beta versiyasini yuklamoqchi bo'lsangiz, bu videoni ko'ring. Men yangiman, iltimos bo'ldi. 100 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Podpiska va like bosishni unutmang. Birinchi Google'ga kiramiz va Google'dan buf deb qidiramiz. Keyin mana unga kiramiz. Keyin yuklab olamiz. Yuklangandan keyin buf ilovasiga kiramiz. Men yuklab olganim tufayli kiryapman. Va bu yerdan FK beta, FK Mobile beta deb qidiramiz. Oz qotyapti. Va mana buni yuklab olamiz. Menda yuklangani tufayli ochilgan menda. Bo'pti do'stlar. Ko'rishguncha, lekin menga podpiska va like bosishni unutmang. Men yangiman. Bo'pti.